Hop. 5-gacha o'ylamisiz? Ha, nima? Qo'lishdan bitta ovqat yeydi. Ovqat pishirishni bilmayman, lekin tuxum qo'rib yesam bo'ladi. Tuxum qo'rishni bilaman, lekin ancha yil bo'ldi-da bunga. Bo'ladi? Именно sizlar uchun tuxum pishirib beraman. Lekin ancha bo'ldi. Biz tuxum pishirishimiz nima kerak, Robiya? Skоворodka, ikkita tuxum. Bo'ladi. Tuxum pishirishimiz uchun nima kerak bizga? Skоворodka. Skоворodka, ikkita tuxum oling, men tuxum pishirib beraman. Imronbek yillar bo'ldi oshxonaga kirib hech ovqat qilmaganimga, lekin именно siz uchun hozir ovqat tuxum pishirib beraman. Xo'pmi? Hop, pashti. Biz menga yordam beradi. Yillar bo'ldi. O'g'lim bunaqa tuxum olmayotganingizga, lekin harakat qilaman to'g'risi. Endi siz uchun. Hop. Nima qilamiz, Robiya? Nosariz. Mashinani sog'ay-ya. Imronbek necha yil bo'ldi? Lekin tuxumimiz pishdi, Imronbek. Endi hozir yeb ko'rib, mazasini aytasan o'g'lim. Imronbek, tuxumimiz pishdi. Hammani kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklaymiz. Oilaviy vaqt, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Biza yangi yilda o'g'limizga Imronbekga tuxum bilan mana kalbasani qo'rib berdik. Mazasini ko'rib yetarsan. Yangi yil muborak bo'lsin.